Odamlarning ko'pchiligi fitnessga ozdirishga yoki energiya sarflashga boraman deb o'ylashadi, lekin birinchi o'rinda оздоровительный sizni sog'lig'ingizni, salomatligingizni tiklaydigan, ichki organizmlarni yoshartiradigan mashqlar bo'ladi o'zi asosan. Limfa drenaj mashqi oyoqlarning uchida shug'ullanadigan, oyoq uchida faqat tovonlarni yerga qo'ymasdan shug'ullanadigan mashqlarda ko'rish qobiliyati qanchalik yaxshi va aniq tiniq tiklanishini bilarmi deylar. Qo'l harakatlari. Ikkinchisi, qo'llarimiz bilan qanchalik ko'p harakat qilishimiz, yelkalarni ishlatishimiz, qo'llarni ko'p ishlashi, ko'p harakatga kelishlari bu sizni aqliy faoliyatingizni rivojlantirishini bilarmi deylar. Eslab qolishni kuchaytirishini, diqqatingizni oshirishini va aniq va ravon so'zlashingizni tiklashini bilarmi deylar. Hozirgi kunda kelayotgan 100 dan oshiq ayollarni 50% grija muammosi bilan kelishadi. Grija muammosini rastyashka, limfa drenaj, cho'zilish mashqlari va intim gimnastika bilan davolasa bo'lishini bilarmi deylar. Qorinni osongina kirg'izish yo'llarini, texnikalarini 18 yil davomida har bitta odamda sinab, o'zimda 3 ta farzand tug'ib sinab va hozirgi kunda oson yo'llarini o'ylab topganimni, hech kimga sirlarini ochmaganman va bularni barchasini faqat va faqat onlayn darslarimda ko'rsatib beraman.